Angren shahrida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan ochiq muloqot tashkil etildi. Unda soha faoliyati, amalga oshirilgan ishlar va aholi murojaatlari bilan ishlash natijalari yuzasidan ma'lumotlar taqdim etildi. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Uchrashuv davomida qo'mita faoliyatining ustuvor yo'nalishlari haqida ishtirokchilarga batafsil axborot berildi. Xususan, o'tgan davr mobaynida minglab murojaatlar ko'rib chiqilib, ko'plab iste'molchilarning manfaatlari tiklangani ta'kidlandi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda kommunal xizmatlar, savdo, transport, dori vositalari hamda reklama yo'nalishlari bo'yicha 3,5 mingga yaqin, joriy yilning birinchi choragida esa mingdan ortiq murojaatlar kelib tushgan. O'zbekiston Respublikasi raqobat to'g'risida qonun ijrosi bo'yicha, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida qonun ijrosi bo'yicha, reklama qonunchiligining ijrosi bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ham tadbirkor hamda fuqarolarga bugungi ochiq muloqotda to'liq tushuntirishlar berib o'tildi. Murojaatlar asosiy qismi xizmatlar bo'yicha ko'p tushgan. 2025-yilda maishiy chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqib ketish bo'yicha hamda hozirgi kunda rivojlanib ketayotgan elektron savdolar bo'yicha mahsulotlar o'z vaqtida yetkazib bermasligi sifati bo'yicha murojaatlar kelib tushgan. Oldinlari o'sha kommunal xo'jaliklarda murojaatlar yuqori bo'lardi. Hozirda endi hukumat tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar natijasida bu keskin kamayapti. Misol uchun elektr, gaz ta'minotini vaqtida yetkazib berish bo'yicha murojaatlar 2 yil, 3 yilga nisbatan ancha kamayishga erishilgan. Muloqotning keyingi qismida fuqarolarning murojaatlari tinglanib, ularni tezkor va tizimli hal etish yuzasidan amaliy ko'rsatmalar berildi. Asossiz qarzdorlik, oshirilgan to'lovlar, maishiy chiqindilar bilan bog'liq masalalar hamda sifatsiz yoki muddati o'tgan mahsulotlar yuzasidan savollar ko'tarildi. Mutasaddilar tomonidan har bir holat alohida o'rganilib, yechimlar taklif etildi. Bu esa aholining muammolariga bevosita e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. O'tgan yili 2025-yil mart oyida raqobat qo'mitasiga biz murojaat bilan chiqqanmiz. Bitta firma bizani mahsulotimizni kontrafaktlari bo'yicha murojaat qilganmiz. Kontrafakt nima? Bizani mahsulotimizni soxtalashtirish. Bu bo'yicha raqobat qo'mitasi bizani murojaatimizni qabul qilib o'rganib chiqishdi. Bizani kontrafaktlarimizni qilgan firmaga nisbatan jazo choralari qo'yildi. Jazo choralari bo'yicha u firmaga bizani mahsulotlarimizni ishlab chiqargani bo'yicha jarima qo'llandi. Bu uchun katta rahmat. Bularga 2 oy muddatda savdo rastalaridagi bizani kontrafakt mahsulotlarini olib tashlash bo'yicha topshiriq berildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bugungi kunda har bir fuqaro kundalik hayotida iste'molchi sifatida bir necha bor turli xizmatlarga duch keladi. Shu bois ularning huquqlarini himoya qilish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu kabi ochiq muloqotlar esa iste'molchilarning huquqlarini ta'minlashda muhim platforma bo'lib xizmat qiladi.